Yo, mana to'g'risini aytaman, mashhur bo'lish hozirgi paytda qiyin emas unchalik. Ya'ni odamlar tez mashhur bo'lib ketishi mumkin, hayoti ostin-ustun bo'lib, o'zgarib ham ketishi mumkin-da. Gap mashhur bo'lishda emas, mashhur bo'la oladi hamma. Lekin gap qanaqa mashhur bo'lishda va nima yo'l bilan mashhur bo'lishda va o'sha mashhurlikni ushlab tura olishda. Ya'ni tepaga bizning xalqimiz zo'r, ya'ni qo'llab-quvvatlasa, prям osmonlarga, tog'larning uchlarigacha olib chiqib tashlaydi. Lekin nimani orqasidan mashhur bo'lish mana shu meni eng o'ylantiradigan, eng qiynaydigan savol. Mana hozir men blog boshlayapman. Endi rivojlanishga aloqador kitobdan o'qiyotganlarimni, nimadir o'rganayotganlarimni, hayotimda nimadir tajribalarimni endi kichkina bo'lsa ham ulashishga harakat qilaman. Lekin bu narsa ham baribir o'ylantiradi. Misol uchun qaysidir noto'g'ri gapni gapirib qo'yish orqali mashhur bo'lib ketadigan bo'lsam, bu meni orqamdagi backgroundimni juda ham xafa qilib tashlaydi. Ertaga men bolalarim oldida uyalib qolmaymanmi degan savol qiyin.